Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2015-yil 6-oyda Azhar Madaniy meros nashriyati tarafidan nashr qilingan Doktor Abdulaziz Rahmatullohning Fatvolar majmuasi nomli kitobini tanishtirmoqchimiz. Muqaddima bilan fatvo qismining muharriri Abdurashid Niyoz. Fatvo ma'lum narsaga shariat hukmini bayon qilib berishni ko'rsatadi. Fatvo berish farz kifoya darajasidagi amal ekanligida ixtilof yo'qdir. Chunki kishilarga fatvo beradigan ulamolar bo'lmasa, qat'iy bo'lmaydi. Bu jihatdan fatvo berish dinni qo'g'dashdan iborat cho'ng farz amal doirasiga kiradi. Doktor Abdulaziz Rahmatulloh Qur'on hadis ko'rsatmalariga qiyos va ijmo, shundaqla salaf solihlarning o'tirhal metodiga varislik qilgan asosda Uyg'urlarning navbatdagi sharoitini chiqish qilib bergan fatvolari shariat bilimlarini tarqatish yo'lidagi ilmiy va amaliy xizmatlari bilan xalqimiz orasida tunilib kelmoqda. Bu jihatdan qo'lingizdagi bu kitob fatvo qalaymaqonchilik hodisasi avj olayotgan bu davrda diniy ilm sohasi uchun islohot va oqartish rolini o'ynag'isi. Shundaqla musulmonlar ommasining shariat ko'rsatmalarini bilishga bo'lgan ehtiyojini oz bo'lsa-mu qondirg'isi. Kitobdagi fatvolarning turi jami 14 turga bo'lingan bo'lib, birinchisi Qur'on va tafsir, ikkinchisi hadis sharif, uchinchisi aqida va iymon, to'rtinchisi tahorat va tayammum, beshinchisi namoz va masjid, oltinchisi zakot va sadaqa, yettinchisi ro'za va Ramazon, 8-si haj va umra, 9-si nikoh va nafiqa, 10-si miros va vasiyat, 11-si savdo muomala va hunar kasb, 12-si jinoyat va jazolar, 13-si yemak ichmak va qurbonlik, 14-si adab axloq va yasinish jihatdan. Va eng oxirida fatvo berish uchun qo'llanilgan asosli manbalar so'zlanadi. Muallif kitob haqida mundoq deydi: darhaqiqat fatvo berish ham sharaflik, ham xatarlik ish. Ilm ahllaridan ba'zilari Allohning dinida xato javob berib qilishdan qo'rqib, uningdan o'zini qochirgan bo'lsa, ba'zilari mas'uliyat nuqtasidan o'ttirg'i chiqdi. Ammo hozirgi davrimizdagi to'r taraqqiyotining tezlashishi va kengayishiga ergishib, fatvo qalaymaqonchiligi va qarama-qarshilik kelib chiqib, musulmonlar ijtimoiyatida ziddiyat va iztirob paydo qildi. Gerçi qisman xalq ammasining taqvodorlik qilib imkoniyatning yetishicha ilm va fazilatda ishonchli olimlarni izlab tepib hojatini ravo qilgan bo'lsa-mu, lekin bu umumiy xalqning hojatini qondirolmadi, ham qondirolmaydi. Shu sababdan Azhar universitetida o'qishimni to'liq tamomlagandan keyin aziz millatimga qarata bir kishilik diniy va ilmiy burchini ado qilish niyatida Janobi Allohning tavfiqi bilan Sochiya islom bilimlari to'rini qurib, ovozliq dars, fatvo, shar'iy tadqiqot va tarjima asarlarini sunishga boshlagan edim. Qisqagina bir yil ichida manglagan har xil temadagi savollarni topshirib oldim. Savollar bak murakkab va nozik edi. Darhaqiqat millatim hozir tarixda hech qanday faqih yo'liqmagan murakkab bir yashamda jon kechirayotgan bo'lsa-mu, saviyamning cheklik, tajribamning kam bo'lishiga qaramay, xalqimning ehtiyojini qamdashga aldirab, fatvo sunishga boshladim. Bu jihat qilganlarim asosan ilgari keyin o'tgan mo'tvar olimlar bergan fatvolarni ilmiy tadqiqot yakunlarini naql qilish, tarjima qilish, to'plash, radlash va dalillarni solishtirib bir qancha qarashdan Qur'on va hadisga yaqin, dalil jihatdan bir qadar kuchlik, shariat ko'zlagan nishonlarni vujudga chiqarishda boshqa qarashlardan bir qadar ustun turadigan, diyorimizning amaliy ahvoliga nisbatan musulmonlar manfaatini chiqish qiladigan qarashni tanlab bekitish bo'ldi. Shuningdek, ayrim masalalarda yurtdagi ahli ilmlarimizning qanday fatvo berganligini surishti qilib turib fatvo berdim. Atrofli ma'lumotga erishalmagan masalalarda bo'lsa, yurtdagi ilm ahllariga murojaat qilishni tavsiya qildim. Imom Yusuf Qardaviyning Alloh u kishini va bizni haq ustida mustahkam qilsin. Fatvo muasira zamonaviy masalalarga fatvo nomli asarda bayon qilingan ilmiy metodlar asosida yo'l tutdim. 1. Mutaassiblik qilmaslik. 2. Qarg'ularcha taqlid qilmaslik. 3. Osonlashtirish va qiyinlashtirmaslik. 4. Amaliy turmushga munosibatsiz masalalarga fatvo bermaslik. 5. O'ttirhal bo'lish, bak changtivatmaslik, bak bo'shtivatmaslik. 6. Fatvoni atrofli izohlash. Uningdan boshqa millatimizning mavjudiyatini qo'g'dash, kimligini saqlab qolish, umum manfaatini chiqish qilish, masalaning qisman tarbiyaga eslab olmay, shariat ko'zlagan umum nishonlarni vujudga chiqarishga ahamiyat berish qatorliqlarni asosiy o'rniga qo'yib yo'l tutdim. Bir yil jarayonida Sochiya islom bilimlari to'g'rida e'lon qilingan fatvolar ma'lum ko'lamga kelib qoldi. O'qirmanlarmi bularni kitob shaklida nashr qilish taklifini bergili turdi.
Shu sababdan fatvalarni qayta ko'zdan kechirib, naqllarning stata manbalarini, hadislarning tahrij tekshirimlarini to'liqlab nashrga tayyorladim. Tepish qulay bo'lsin uchun fatvalarga nomer qo'yib, mazmuni bo'yicha turli boblarga ayirdim. Oxirida Sajiya islom bilimlari to'rini qurishga yordamda bo'lgan qimmatli fikr takliflarini, samimiy nasihatlarini aymagan, kitobni tahrirlab bergan, xolis duolarni yod etib turgan ustozlar, ahli ilmlar va barliq qarindoshlarimga Allohdan tashakkur aytaman. Hamda Janobi Allohdan ularga dunyo va oxiratda xotirjamlik tilayman. Alloh taolo xatoliklarimizni afv qilib, din uchun qilgan bu arzimas xizmatimizni solih amallar qatorida qabul qilg'ay. Hurmat bilan Doktor Abdulaziz Rahmatullah. Doktor Abdulaziz Rahmatullah 1971-yili 12-oyning 25-kuni Xotan shahri jamiasining orqa tarafiga joylashgan Do'ng ko'chada dunyoga ko'z ochdi. Tug'ilib uzun o'tmay 1975-yili otasi oilasigalarni olib, asli yurti Qashqar shahri Yag'bazir mahallasiga ko'chib bordi va shu yerda yashashni davom qildi. Ustoz Abdulazizning kindiqqani Xotan diyorida to'kilgan bo'lsa-mu, o'smirlik va balaliq davrlari ota yurti Qashqarda davomlashgan edi. U boshlang'ichni Qashqar shahrining 2-boshlang'ich maktabida tamomlaydi va diniy jihatdagi savodini bir tarafdan chiqargach, 3-o'tir maktabda 1 yil o'qiydi. Onun balaligi mana mushundaq tarzda toki 1984-yilga qadar davomlashadi. Dadasi rahmatulloh qarajim o'qish yoshiga eng munosib keladigan 13 yoshlik Abdulaziz bilan uning 15 yoshlik akasi uchun pasport hal qilishga kirishdi. U farzandlarini vatanning sirtidagi oliy bilim yurtlarida o'qitish va tarbiyalashni qaror qilgan edi. Xolis va keskin chiqarilgan bu qaror Allohning marhamati bilan o'z mevasini berdi. Abdulaziz va uning akasining pasporti chiqdi va uzun o'tmay safar tayyorligi boshlandi. Ana shundoq kunlarning birida rahmatulloh qarajim tuhfikor va mashhur diniy ulamo Qog'ili xalqining emas, balki butun Uyg'ur xalqining faxriga aylangan marhum Abdulhakimxon Maqsumajimni Qashqarga taklif qilib kutib olishni hamda o'g'illar uchun o'zatdan duo olishni unutmagan edi. Shu yili rahmatulloh qarajim farzandlarini olib oldi bilan Pokistonga qarab yo'l oldi. U yerdan Makka Mukarramga hajga berib, andin Pokistonga qaytib, 2 o'g'ilni shu yerdagi madrasalardan biriga o'qishga berdi. U yerning shu vaqtdagi ba'zi bir nabob sharoit tufayli farzandining uzun muddat ilm uchun istiqomat qilishiga mos kelmaydiganligini his qilgan rahmatulloh qarajim uzun o'tmay xotanlik marhum ma'rifatparvar olim Muhammad Abdullah Maqsum Hojim bilan birlikda 2 farzandidan boshqa yana 8 nafar o'quvchini birga olib Misr poytaxti Qohiraga qarab yo'l oldi. Bu 2 ma'rifatparvar otaning bu tarixiy safari Uyg'urlar uchun Misrda yangi asrdagi diniy o'qish yo'lini ochdi. Qohiraga yetib kelgandan keyin bu 2 ma'rifatparvar ota ming bir jafoda boshqa 8 o'quvchini birga olib Abdulaziz va aksini Azhar qarmog'idagi tayyorlik sinfiga o'rinlashtirib qo'ydi. Ustoz Abdulaziz toki Azharning to'liq o'tir maktabiga kirguncha 7 oy oralig'ida arab tilini sistemalik o'rganishga kirishdi. Arqadan imtihon elinib Azharning to'liq o'tir maktabiga qabul qilinib 1989-yili a'lo natija bilan to'liq o'tirini tamomlaydi. Bu bir bosqich o'qish tamomlangandan keyin shu yili 9-oyda Azhar universitetining Arab islom tadqiqot fakultetiga o'qishga kirdi. Fakultet o'qishi to'liq ko'ngillik va ma'nilik o'tgan bo'lib, 1993-yili o'qish o'xshashla a'lo natija bilan tamomlanadi. Shu yili o'qish bitirgan o'quvchilar sharpiga atab bir tutash o'qish bitirish murosimi o'tkazildi va bu ishmi uning hayotidagi eng asqalarliq bir kunga to'g'ri keldi. Chunki uning bilan birga o'qish bitirgan saboqdoshlar orasida 10 ga yaqin Uyg'ur o'quvchi bor bo'lib, ularmi uning bilan birlikda taqdirlanguchilar sahnasidan o'rin olgan edi. Kunimizda dunyoning har qaysi joylaridagi islom da'vat sohasida xizmat qilayotgan Muhammad Yusuf, Abdul Ahad Hafiz, Abdul Hafiz Muhammad Abdullah, Abdurashid Qodir qatorliq ijtihodkor ilm ahllari dal bu muborak sahnada uning bilan o'xshash safni tutmoqda edi. Murosimning eng asqalarliq va hayajonli taraflaridan biri shuki, mazkur taqdirlash faoliyatiga 20-asrning mashhur islohotchilari, mujtahid va mujaddidlardan sanalgan Shayx Muhammad G'azali, Doktor Abdul Qodir Tosh, Doktor Said Rizq At-Tavil, Doktor Abdullahi Farmay va Ustoz Ahmad Raif qatorliq olim va mutafakkirlar ishtirok qildi. Hamda o'quvchilarga o'zlarining umid arzularini, kelgusida ulardan kutadiganlarini, shundaqla ularning islom ummati oldidagi mas'uliyati va majburiyatini aslatib muhim so'z qildi. Ustoz Abdulaziz o'qishini tamomlaganidan keyin yana yuqorilab o'qish maqsadida 1994-yili aspirantlik tizimladi va qabul qilindi. Bu 2 yillik o'qishni o'zining tirishchanligi, savrchanligi va ijtihodkorligi turkisida
97-yili muvaffaqiyatli tamomlaydi va magistrlik ilmiy maqola yozishga kirishadi. Uning o'qish hayotida eng sig'ingan narsasi tug'ilib o'sgan ona vatani bo'lg'achqa, u ona vatanni bir ziyorat qilib kelmoqchi bo'ldi. Garchi vatanda ba'zi bir qiyin sharoitlar uni kutib turayotgan bo'lsa-mu, u yanada tavakkul qilishga majbur edi. Shuning bilan u ilmiy maqola yozishni vaqtincha to'xtatib, safar tayyorliqlariga kirishib ketdi. 2005-yili otasining qo'llab-quvvatlash natijasida o'zining muhim vazifasi bo'lgan doktorlikni tamomlash uchun oilasi bilan birlikda Misrga yana qaytib keladi. Bu navbat u ikki professor yetakchiligida doktor ilmiy maqolasini yozishga kirishgan bo'lib, 3 yil izlanish va izchil tadqiqot olib berish natijasida o'zining bu navbat u ikki professor yetakchiligida doktorlik ilmiy maqolasini yozishga kirishgan bo'lib, 3 yil izlanish va izchil tadqiqot olib berish natijasida o'zining İmam Abulays As-Samarqandining Fiqh yakunlamalari nomli doktorlik ilmiy maqolasini tamomlab bitirdi. 2008-yili 1-oyning 2-kunisi 4 soatlik ilmiy muhokama ochiq so'rinida professor ustozlar tarafidan uning yozgan 450 betlik bu ilmiy maqolasi muhokama qilindi va nihoyat muhokama qilish natijasida Islom shariati selishtirma fiqh-shunoslik kasbi bo'yicha 1-darajalik doktorlik unvoniga erishdi. Uyg'urlarning Azhar universitetiga kelib o'qish tarixi yaqinqi zamon tarixchiligi ko'ztimizda oldingi asrning avvalgi yarmidan tartib boshlangan bo'lsa-mu, aniq ma'lumotlarga ko'ra yaqinqi asr tarixida toki 2008-yilga qadar diniy ilm sohada doktorlik ilmiy unvoniga erishganlar texi yo'q edi. Shunlashqa bu yolg'iz doktor Abdulaziz uchun emas, millatimizning diniy ilm sohasi uchunmi cho'ng bir bosish va buyuk natija bo'lib qoldi. Allah Taaladan doktor Abdulazizning ilm yo'lida va din yo'lida atalgan bu muborak qadamining barakatli bo'lishini, Allah yo'lida qilayotgan xizmatlarining yana muroq tepishini, avvalining sog'lom boshlanganidek xotimasining sog'lom va utuqli bo'lishini tilaymiz. Hurmatli kitob anglag'ich qarindoshlar, bugungi kitob tunishtirishimiz mush yerda oxirlashdi. Anglab berganingizga rahmat. Yaqinda chiqayotgan va chiqmoqchi bo'lgan yangi kitoblarning mazmunidan qisqacha xabardor bo'lishni xohlasangiz, kanalimizga a'zo bo'lib, boshqalarga tarqatib qo'yishni unutmag'aysiz. Hurmat bilan Taqdim Akan kitobxonasi.